Itla chiqishi mumkin bo'lmasa ham, eshiklari teskari ochilsa ham, insoniyat bolasi ko'rgan eng hashamatli va eng jozibador avtomobillardan bittasi. Eksklyuzivniy interyeri bilan Rolls-Royce Cullinan Black Beige. Albatta, detallarida ham Gloss Black Ensemble bo'ladi. 7-spoke R23 diska va samolyotning hissiyotini taqdim qila oladigan pnevma podveska bo'ladi. Bu avtomobil shunaqangi darajada mashhurligidan interyer haqida so'z ochmasa ham bo'ladi. Lekin bu manzarani sizlarga ko'rsatmasam bo'lmaydi. Anta nurullohi fajran ji'ta ba'dal usri yusran rabbuna a'laka qadran ya imamal anbiya'i. Haqiqiy do'st o'z do'stini shunaqa avtomobillarda ko'rganda hasad qilmaydi, balki havas qiladi. Agar sizda ham yaqin do'stingiz bo'lsa, uni izohda belgilab ketsangiz, ko'rsa xursand bo'ladi. Albatta, bu go'zallik topilishi dunyo bo'yicha eng qiyin interyerlardan biri bo'ladi. Taxminan 3 tonnaga yaqin bo'lgan og'irligi bilan 9 sekundda 0 dan 100 gacha qo'zg'alishi uchun ma'lum va mashhur bo'lgan eng kuchli va eng qimmat dvigatellardan biri o'rnatilgan bo'ladi va unda 6.75 litrli twin turbo charger bo'ladi. Har tarafida 6 ta silindrdan iborat va 12 bo'ladi va 570 ot kuchi emas, albatta 600 ot kuchi 900 newton metr bo'ladi. 8 pog'onalik uzatmalar qutisi bilan. Eshiklar albatta elektronik bo'ladi, zontiklari ham bor bo'ladi. Narxi esa bor yo'g'i 580 ming AQSh dollari.